Erimga turmushga chaq. 16-bob. Jo'rangang. Keling, bizni yangi mahsulotimizni sinab ko'ring. Menga bunday qildirishga qanday hadding sig'di? Aytganingizni qilayotganimga ishongim kelmaydi. Ajoyib. Men rekordni yangiladim. Ko'rinishi yaxshi. Buni sinab ko'rsam bo'ladimi? Ha, o'zingizga eng yoqqani ustiga stiker qo'ying. Men hech nima qilmayapman ham. Odamlar bo'sh bo'lganliklari uchun o'zlari namunlarini sinab ko'rishga qiziqishyapti. Va stol ham stikerlar bilan to'lib bormoqda. Bu unchalik yomon emas ekan. Buning ichida yong'oq yo'qmi? Yo'q. Bu keng yangi mahsuloti ko'rinadi. Mana jonim ozgina tatib ko'r. Ta'mi ajoyib. Bu yaxshi, shunday emasmi? Ha? Shoshma. Nimalar bo'lyapti? Meni yong'oq allergiyam bor. Jonim. Uf, nega ular bunchalar shovqin ko'tarishyapti? Men yangi rekordni urib arafasida. Kechirasiz, xonim. Siz bunga yong'oq qo'shilmagan degandingiz. Buni qanday tuzatmoqchisiz? Erimni o'ldirishga harakat qilyapsizmi? Yong'oqlar? Jinorsan. Buni men qayerdan bilibman? Nima qilishimni xohlaysiz? Yo'pish. Sinov uchun qo'yilgan taomni tekshirishmasdan ommaga taqdim qilganingiz sizdan aybingiz emasmi? Siz jiddiy gapiryapsizmi? Uning allergiyasi qo'zigan ekan, shifoxonaga olib boring. Men hoziroq bu uchun mas'ul shaxs bilan gaplashishni xohlayman. Bu yer rostdan ham rasvo xizmat ko'rsatish markazi. Sumin, nima bo'lyapti? Siz mas'ul shaxsmisiz? Bu xonim salatga hech qanday yong'oq qo'shilmaganligini aytdi, lekin erimning bundan allergiyasi qo'zg'adi. Ammo u menga jahl qilgancha bu xonimning xayoliy ekanligini aytdi. Men juda afsusdaman, xonim. Ruxsat bersangiz, eringizni hoziroq shifoxonaga olib boraman. Jinursan. Men bu yerda Suminni tekshirgani kelgandim va bu palaketga yo'liqdim. Janob Park, Sumin juda ham qo'rqib ketdi. Men ularni shifoxonaga olib boraman. Taksi chaqir va meni shu yerda kut. Xo'p. Uf, bu qanday palakat bo'ldi? Buning hammasiga Jo'rang aybdor. U meni boshqa majbur qildi va shuning uchun men shu yerdaman. Nima? Namunalar orasida allergiya qo'zg'atuvchi modda bor edi, lekin jivon senga buni aytmadimi? Balki aytgandir, lekin men buni eslolmayman. Meni ma'zur tuting, janob Park. Ko'rishimcha, u jivonni aybi yashirishga urinyapti. Lekin bu haqda kimdir xabar topguday bo'lsa, unga hayfsan e'lon qilinadi yoki bu xatosi uchun jazo sifatida to'lov qilishi ham mumkin. Biz turmush qurishni rejalashtirayotgandik. Uning bunga qurbi yetmadi. Eng yomon holatda zararlarni qoplash uchun qilasan yoki senga iste'foga chiqishni so'rashadi, Sumin. Kel, buni shunchaki hech kimga aytmaymiz. Bizda oziq-ovqat do'koni va xaridorlar shikoyat xati yo'q ekan. Sen bilan men ham hamma tinchlangunicha uzr so'raymiz. Sen buni men uchun qilasanmi? Albatta. Bu qo'lingdan keladi, to'g'rimi? Rahmat, oppa. Oppa tamasi koreys tilidan ayollar tomonidan yoshi katta erkaklarga nisbatan ishlatiluvchi so'z. Oppa. Men shunchaki vaqtinchalik ishchiman. Shunday ekan, ishdan bo'shatilmas men haqimda qayg'urma. Lekin jivon, bu ko'p kompaniyaga ko'p yillardan beri ishlab kelyapti. Men undan xavotirdaman. Uni sendek do'sti borligi omadi kelgan. Sen hech qanday ayb ish qilmading. Sumin, tashvishlanma. Shunchaki menga ishon. Xo'p bo'ladi, oppa. U janob Kingga qaraganda ancha ishonchli. Uni o'zimniki qilishimni xohlayman. Sumin beg'alva ishlayotganiga hayronman. Uni kompaniyada saqlab qolish uchun ataylab mehmonni yubordim. Ho, mehmon. Nega Suminga namunlarni uchinchisiga yong'oq borligini aytmading? Xayriyatki, men kelib vaziyatni o'ngladim. Bu katta falokatga olib kelishi mumkin edi. Nimalardi? 3-raqamdagi namunada yer yong'oq kukuni mavjud. Shuning uchun ogohlantirish belgisini qo'yganingga ishonch hosil qil. U qanday qilib meni aytmadi deyishga tili bordi.
Xo'sh, buni qanday hal qilding? Bu haqida uchalamiz bilamiz xolos. Shunday kel. Shunchaki buni sir saqlaymiz. Men momoga aralashib qolishni xohlamayman. Qanday ta'sirli. Rahmat, Mehvan. Buni bilishimni Suminga aytma. Bu uni bezovta qilishi mumkin. Unga yaxshilab qara, xo'pmi? Suminjun, sen umidsizlikka tushmading. Yeonji, oyijoning uyida. Bobong va buving bilan yaxshi vaqt o'tkazdingmi? Oyi. Oyi, Yeonji sizga momo tug'dirmayaptimi? Albatta yo'q. U farishtaning o'zginasi. Mana mening malikam. Qorning ochgan bo'lsa kerak. Bor, yuvinib ol. Ovqatlanamiz. Jon va men birga kimchi qildik. Mayli, men yuvinib chiqaman. Bu juda yoqimli. Oxirgi marta qachon bunday bemalol cho'milganimni hatto eslolmayman. Juvonga quloq solganimdan xursandman. Erim hatto Yongjining tagligini almashtirishni ham xohlamaydi. Va men qizimning enaga yo'llashga qurbim yetmaydi, chunki kreditlarimiz to'lashim kerak. Qaynona-qaynotam bel og'riqlari sababli Yonjini hatto ko'tarib yura olishmaydi. Ota-onangizdan yordam so'rasangizcha. Siz yaqinda yanayam band bo'lasiz. Ota-onam meni yaxshi uddalayapti deb o'ylashadi. Ular erim ishdan ketganini bilishmaydi. Ularga buni aytmadim, chunki xavotir olishlaridan qo'rqaman. Tushunarli. Ammo baxtga qarshi kompaniya sizni bunchalik tushunadi deb o'ylamayman. O'zingiz ham qobiliyatsiz va beparvoliklar kabi sabablar bilan iste'foga so'ragan oila ayollari ko'rgansiz. Xabarim bor. Ko'pchilik qaytadigan ishim borligi sababli o'zimni omadli deb bilishim kerakligini aytishgandi. Ishonchim komil. Ota-onangiz sizga qo'ldan kelgancha yordam qilishadi. Ular sizni katta qalban quvvatlovchilaringiz. Nega ularga borini aytib ulardan yordam so'ramasligingiz kerak ekan? To'g'ri. Men bu loyihani yaxshilab e'tibor qaratishim kerak. Lavozimi ko'tarilsa, janobkim oldida ortiq boshimni egib turishimga hojat qolmaydi va oilamni yaxshiroq hayot bilan ta'minlay olaman. Jo'rang, jinursan. Sen ota-onangga meni ishdan bo'shatganimni va kelib yordam berishlarini so'radingmi? Bu qanday bema'nilik? Sen ularni kelishlarini aytgandim va sen u ishlarni qilishni xohlamasligingni aytdim. Shunchaki ishingga ertaroq bor va shunda ertaroq uyga qayta olasan. Buni yana necha marta takrorlashim kerak? Men butun vaqt mobaynida jamoa bilan ishlashim zarur. Agar bu kelishuvga rozi bo'lmasang, uyimni tark et. Nima? Jiddiy aytyapsanmi? Bu uy mening nomimda. Bu ipoteka to'lovlari va yashash xarajatlarini to'layman. Jinursan. Uning dadasi mehmonxonada. Shuning uchun unga ovozim ko'tara olmayman. Pul haqida bunday maydalashmasang bo'lardi. Jiyonli. Yo ishga kirib uyga pul olib kel. Yo uyga o'tirib jongiga qara. Shulardan birini qil. Agar uydan haydab chiqarishimni xohlamasang. Bu ajoyib, yang xonim. Eringiz ham ishga tushganidan ancha yengil tortgan ko'rinasiz. Maslahatingizga quloq solganimdan xursandman. Sendan juda ham minnatdorman. Baxtlingizdan men ham xursandman. Mayli, ofisda ko'rishguncha. Yang xonim bilan gaplashib bo'ldingizmi, janob Yu? Ha. Uni bugun biznes safariga ketdi deb o'ylagandim. U bu yerda nima qilyapti? Janob Yu, siz biznes safariga emasmisiz? Ha, kechqurun uchib ketaman. Lekin ketishimdan oldin sizga aytadigan gapim bor. Hali ish vaqti bo'lmagan ekan. Siz bilan biroz gaplashsam maylimi? Hozir o'zidami? U biznes safariga ketishdan oldin nima demoqchi? Ular birinchi qavatda ta'mirlashni tugatgan ko'rinishadi. Bu kafega birinchi marta kelishim. Oldin bu yerda bo'lganmisiz, janob Yu? Yo'q, mening ham birinchi kelishim. Yang xonim bilan yangi ozgina gaplashib turmaganimdan afsusdaman. O'zimni noqulay his qilyapman. Men to'layman. Nima xohlashingni ayt. Men muzli amerikani xohlayman. Bu noqulay. 2 ta muzli amerikani va ciabatta sendvichi. Iltimos.
Biz ilgari kuni ko'rishgandik sendvich uyida. Ha? Bu ovozni esladim. Hammasi joyida. Men hammasini to'layman. Hoy, Jivon, seni yana ko'rganimdan xursandman. Ha? Yinho, bu yerda nima qilyapsan?